Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana savolim bor edi. Eshitaman. Dizayni tayyor jacquard rezinkani ishlab chiqarishga berish tartibi qanaqa bo'ladi? Keling, men sizga yana savollar chiqmasligi uchun kengroq tushuntirib bera qolay. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, ketdik unda. To'xtang, telefon bilan rassamni olib. Keling, mana showroomimizda mana shu ikkita stilaji jacquard rezinkalarni xillari uchun ajratilgan. Bu yerdan biz hozir sifatini tanlab olishimiz kerak. Birinchi ish shu bo'ladi. Sifat tanladik. Endi bu yerga berilgani bo'yicha rang tanlab olamiz. Ranglarni zadani bo'yicha tanlab oldik. Endi buni zakazga yetarli miqdorda bor yo'qligini nilufardan chiqib kontrol qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin ishga bersak bo'ladi. Ketdi. Keling Shirin, bu bizani buxgalteriya. Bu bizani buxgalterimiz bo'ladi. Hozir bizni menejerga bergan zadanamiz bo'yicha do'g'urni buxgalterimiz qilib beradi. Bu do'g'urni biz klientlarga jo'natamiz. Shu zakazga do'g'ur bo'yicha kelishilgan perda plati to'langandan keyin zakaz ishlab chiqarishga beriladi va tayyorlab beriladi. Rahmat Sadulla aka, tushunib oldim, lekin yana savollarim bo'ladi. Muammosiz.